Toshkent shahrida raqamli transformatsiya sharoitida inson huquqlari, zamonaviy yondashuvlar mavzusida xalqaro konferensiya bo'lib o'tdi. O'zbekiston Respublikasi davlat mustaqilligining 35 yilligi munosabati bilan tashkil etilgan tadbir Oliy Majlisning inson huquqlari bo'yicha vakili Ombudsman tashabbusi bilan o'tkazildi. Prezidentimiz tashabbusi bilan sun'iy intellekt texnologiyalarini rivojlantirishga so'nggi yillarda juda ko'p katta e'tibor berilmoqda va bu borada davlat xizmatlari, bank xizmatlari va boshqa o'sha kadrlarni ishga olish bilan bog'liq masalalarda sun'iy intellekt texnologiyalarini joriy etilishi yana ko'plab demak keysli vaziyatlar, muammoli vaziyatlarni ham yuzaga keltiradi. Bu kabi konferensiyalarda butun dunyodan kelgan ombudsman institutlari, parlament vakillari, inson huquqlari bo'yicha ekspertlar, olimlar ishtirokida xuddi shu keysli vaziyatlarda ularni xalqaro tajribasida qanday amaliyot qo'llanilyapti degan savolni o'rtaga qo'yib, bu yerda muhokama, muloqot maydoniga aylandi. Konferensiyada 25 dan ortiq davlat vakillari, inson huquqlari bo'yicha milliy institutlar, xalqaro tashkilotlar, ekspertlar, parlament a'zolari va fuqarolik jamiyati vakillari ishtirok etdi. Bugungi kunda raqamli texnologiyalar inson hayotining deyarli barcha sohalariga kirib bormoqda. Shu bilan birga shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish, kiberbullying, onlayn zo'ravonlik, raqamli tengsizlik va internet xavfsizligi kabi yangi ma'lumotlar ham yuzaga kelmoqda. Inson huquqlari masalasi bugun dunyodagi ombudsman idoralari uchun muhim yo'nalishlardan biridir. Toshkent konferensiyasi esa bu boradagi tajriba va fikr almashish uchun muhim platforma bo'lib, O'zbekistonning bunday tadbirni tashkil etgani alohida e'tirofga loyiq. Bugungi asosiy muammolardan biri huquqlar va imkoniyatlardagi tengsizlik, xususan davlat xizmatlari, zamonaviy texnologiyalar va sun'iy intellektdan foydalanish imkoniyatidir. Ombudsmanlarga fuqarolardan aynan shu masalalar bo'yicha ko'plab murojaatlar kelib tushmoqda. Barcha fuqarolar teng huquq va imkoniyatlarga ega bo'lishi kerak. Bu esa ombudsman faoliyatining muhim yo'nalishlaridan biridir. Anjuman davomida aynan shu masalalar, raqamli muhitda ayollar, yoshlar va nogironligi bo'lgan shaxslar huquqlarini himoya qilish, raqamli xizmatlardan teng foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish masalalari muhokama qilindi. Konferensiya yakunida raqamli transformatsiya sharoitida inson huquqlarini ta'minlashga qaratilgan Toshkent deklaratsiyasi qabul qilindi.